Yana bitta raqamni ko'rsataman. Endi uzun marketda 25-yilda bergan ko'rsatkichlarga qaraganda bu ma'lumotni o'zligisi berishgan. Umuman Toshkent shahardan xarid qilayotganlar butun uzun market savdosini 34% tashkil qilar ekan. Toshkent viloyat 11% va qolgan viloyatlarimiz 9, 8, 6 va 32% tashkil qilar ekan. Bu degani 45% savdo Toshkent va Toshkent viloyatiga to'g'ri kelyapti. Lekin bor bu yerda har bitta raqamni ko'rganimizda biz o'zimiz yaxshilab idrok qilishimiz kerak. Toshkentda bo'lib turgan mehmonlarimiz ham student keladimi, boshqa odam keladimi, Toshkentda bo'lib turgan mehmonlarimiz ham shu raqamga ichiga kirib ketib qoladi. O'rtacha olib qolganda 15% savdo Toshkentga to'g'ri kelyapti va 85% savdo viloyatlarga to'g'ri kelyapti. Bu raqam menga nima beradi deydigan bo'lsangiz, bu raqam viloyatda biza tovarimizni sotmoqchi bo'ladigan bo'lsak, tan olish kerak. Bizda yaxshi ma'noda aytsak, bir 5% odam yoki 10% odam yaxshi daromadli inson deb qarasak bo'ladi. Lekin 85-90% insonlarimiz, 95 desa ham bo'ladi, o'rta va o'rtadan past daromadli insonlar. Shuning uchun ham agar bizani asosiy savdolarimiz hammasi 85% viloyatga bo'layotgan bo'lsa, bizni tovar tanlayotgan paytimizda hamyonbop, ya'ni yaxshi sifatli tovar, lekin umumiy olib qaraganda mana bitta mana shu ochkini ham olib qaraydigan bo'lsak, bitta ochkini kerak bo'lsa $100 bor, kerak bo'lsa $50 bor, kerak bo'lsa 25 ming so'mligi bor, to'g'rimi? Shuni sotish kerak bo'ladigan bo'lsak, demak biz qaysi birini sotishimiz kerak? Narxini yozib oling. Bizni $50ning sotishingiz kerakmi, $100liknimi yoki 25 ming so'mligini sotishingiz kerakmi? Umumiy berayotgan ma'lumotni mantig'ini tushunib yetib olsangiz bo'ldi. Mohiyatini tushunadigan bo'lsangiz, yog'iga bemalol ani mashinani ham haydab ketaverasiz degandaki, siz hozir gaziga, to'rimizga qaramasdan haydab ketaverasiz. To'g'ri, agar kim 25 ming yozayotgan bo'lsa, demak biz arzonroq tovarlarni onlaynda sotadigan bo'lsak, odamlarga hamyonbop tovarlar ko'proq olinadi. Xo'p, raqamlar bizga nima berishini tushunib yetishimiz kerak-da. Hamma narsani raqamdan kelib chiqqan holda harakat qilishimiz kerak. Endi umumiy olib qaraganda uzumdagi hozirgi xaridorlarni 33%ni rus zabon insonlar foydalanayotgan ekan, ya'ni o'sha uzum ochgan paytida do'konni rus tilida, 67% o'zbek tilida foydalanayotgan ekan. Lekin men o'zim ham rus maktabida o'qiganman, yarmini o'zbek maktabida o'qiganman. Shuning uchun ham meni ilovam rus tilida va shunga o'xshagan insonlar juda ham ko'p. Shuning uchun 10-15% inson rus tilida foydalanadi, 85-90% inson o'zbek tilida foydalanadi. Bu raqam menga nima beradi deydigan bo'lsangiz, siz tovaringizni kartochkasini yaratayotgan paytingizda, demak, kartochkangizni rasmlari, undagi yozuvlari, infografika deyiladi, yozuvlari va hokozolari hammasi o'zbek tilida bo'lsa, o'sha insonlar yaxshiroq tushunadi. Misol uchun bizda hozir O'zbekistonda o'rtacha 25-30 yoshgacha bo'lgan insonlarni olib qaraydigan bo'lsak, ingliz tilini bilsa biladiki, lekin rus tilini biladiganlar kamroq. Shuning uchun ham mana shu raqamdan ham kelib chiqqan holda men ertaga kartochkamni yaratayotganimda qaysi tilda rasmlarni qilishim kerak degan ma'nosini tushunib olishingiz kerak. Endi keyingi raqamga o'tamiz. Erkaklarning soni 57%, ayollarning soni 42% ekan xaridorlarning ichida. Bu yerda ham lekini bor. Ko'p ayollarimiz yo farzandini yoki xo'jayinni telefonidan foydalanadi. Shuning uchun ham xaridorlar butun dunyoda 80-85% ayol kishilarni tashkil qiladi. Endi agar asosiy xaridorlarimiz bu ayol kishilar bo'ladigan bo'lsa, demak, biz qanaqa tovar sotishimiz kerak? Ayollarga mo'ljallangan tovarlarni sotsak, ko'proq savdo bo'ladi. Lekin bu degani erkaklar tovari ketmaydi emas. Misol uchun mana erkak kishi uyda misol uchun shippa kiyadi, tapchika kiyadi, boshqa qiladi-da, lekin aksariyat holatda yoki chochuv ishlatadi. Uni xarid qilib olib keladigan odam ayol kishi bo'ladi, misol uchun. Shuning uchun ham taxminan tovar tanlayotganingizda agar o'zingiz tovaringiz tayyor bo'lsa, uni sotaverasiz, lekin noldan tovar tanlamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, demak, ayollarga ko'proq urg'u bersangiz, o'shanda to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni men bu bilan nimani tushuntirmoqchimanki, har bitta qadamimizda tahlili bor. Har bitta qadamimizni biz raqamga tayanib turib qilsak, biz riskimizni tushiramiz, tushib qolishni tushiramiz. Ya'ni pulimizni muzlatib qo'yishimizni oldini olamiz.
anu eski zamonlar o'tib ketdi. Bundoq qilib turib shamol o'ng tarafdan bo'layotgan ekan, taxminan shu yerga yuramiz degan narsalarimiz o'tib ketib qolgan. Shuning uchun ham hamma narsani aniqlikda ko'ramiz. 3-raqamimiz umumiy foydalanuvchilarning 74-75% bu 18 yosh bilan 40 yosh orasida ekan. Demak, biz yoshlarga mo'ljallangan tovarlarni ko'proq sotishimiz kerak.